bir hafta bo'ldimikin bitta ajoyib qissa o'qidim. Mana hammamiz hajga keldik, umraga keldik. Hojotalar, bir eshitdinglar-da, bir ali manfaatli, ta'sirli foydasi bor hammamizga. Ayniqsa bizga ko'cha katta foydasi bor. Buni masjidda aytib ham berdim, ko'pchilik eshitmadi. 3-4 ta bizning guruhdan 3-4 ta odam bor edi xolos. Usmoniy podshohlar o'tgan, Usmoniy podshohlar, xalifalar. Ya'ni al-Xilafatul Usmaniyya deyiladi. Ya'ni Usmoniy imperiya. Turkiya. 6 asr boshqargan ekan xalifalik. Ya'ni mana shu Madinaga ham, Hijozga ham, arab diyorlariga ham, Makkaga ham podshoh bo'lib, umuman olganda xalifalikni 6 asr boshqarishgan ekan. 36 ta xalifa o'tgan ekan, Usmoniy xalifalar. Endi kitobda kelyapti, mana shu Usmoniy xalifalarning birortasi haj umra qilmagan deb. Illo bitta Abdulhamidxon ikkinchi haj qilgan. Abdulhamidxon ikkinchini qilgan haji ham bir ajib holatda qilgan. Butun xalifalikni podshosi, xalifasi bo'lishiga qaramay, kelib Allohning uyini haj qilib ketganini hech kim bilmagan ekan. Mana shu Makkada yashayotgan birorta arab ham, birorta shu joyda fuqarolari ham, hatto Makkani valisi ham kelib umra qilib, haj qilib ketganini hech kim bilmagan ekan. Buni qissasini bir murshid aytib beradi. Murshid degani 50 boshi degan. Mana biz tilda, o'zbek tilida 50 boshi deyiladi. Arab tilida murshid deydi. O'sha davrda ham murshidlar bo'lgan ekan, miqotga chiqib turishar ekan. Atrofdan kelgan hojilarni kutib olgan. Mana bitta hoji keldi. Hoji, yaxshi kelibsiz. Murshid kerakmi? Ya'ni 50 boshi aylantirib, haj yoki umra qildirib qo'ygan odam kerakmi? Kerak. Falon so'm berasiz, men sizni nima qilib qo'yaman? Umra yoki haj qildirib qo'yaman deb pulni kelishib, shuna qilib tirikchilik qilishar ekan bu murshidlar. Bir murshid aytadiki, hamma do'stim chiqib ketdi. Borib hojilarda hammasi o'sha shartnoma qilib olib ketib bo'lishdi. Men kech qoldim. Kech qolib chiqyapman. Menga tegarmi ekan bitta ham hoji deb kech qolib chiqyapman. Miqotga chiqsam hech kim yo'q. Endi Allohdan so'rab, bola chaqamni nimasi bor? Oziq-ovqati bor, nafaqasi bor. Ey Xudoyim, menga ham bitta ham nima yetkizgan. Bitta ham hoji yetkizgan. Shuni xizmatini qilib ozgina o'sha xizmatimga pul olib, bola chaqamga nafaqa qilay deb Allohdan so'radim deydi. Shunda bitta faqir, kiyimlari chirib ketgan, eski kiyingan, yuziga bir eski nimalarda, nima deydi? O'sha ro'mollarda o'ragan, niqoblangan bir faqir inson keldi. Kelib, "Meni pulim ozroq edi. Shu falon so'm beraman, meni haj qildirib qo'y." Qarasam deydi, eng bir past narxda aytayapti deydi. Eng past narxda aytayapti. Ilojim yo'qligidan rozi bo'ldim deydi. Ilojim yo'q, boshqa hojilar hammasi o'sha o'zlarining murshidlari bilan ketib bo'lgan, men kech qoldim. Qarasam hali inson ham faqirga o'xshab turibdi. Ham mayli endi iloji yo'q, bola chaqam och qolmasin, boshqa klient ham yo'q deb haligi murshidga rozi bo'ldim deydi. Haligi insonni nima qildim? Haj qildirdim. Ibodatni qildirdim, Arafotda turdim, o'rgatdim, duolar qildik, Ka'bani tavof qildik. Hamma ibodatlarni qilgizib bo'lib, oxirida ibodat tugagandan keyin yana miqotga olib chiqib, endi xayrlashib endi vataniga jo'natib olay, eson-omon deb yana miqotga olib chiqib, xayrlashib boshqa qilib, xayrlashib tursak, muhrlangan qo'limga bitta maktub berdi deydi. Xizmat haqimni berdi, o'sha boshida kelishilgan xizmat haqimni berdi. Xizmat haqimni bergandan keyin bitta qo'limga maktub berdi. Maktub muhrlangan edi va mendan so'z oldi maktubni men Makkadan chiqib ketgandan keyin ochishlik. Qasam ichdim, so'z berdim maktubni siz ko'zdan g'oyib bo'lib Makkadan chiqib ketganingizdan keyin ochaman. O maktubni ochib bo'lgandan keyin Makkani valisiga olib borgin degan. Makkani valisiga qo'liga bergan, u yog'ini o'zing ko'rasan degan. Shunda haligi ko'rimsiz faqir inson ketdi, Makkadan chiqib ketdi. Haligi nimada endi nima yozilgan ekan? Ochib qarasam bitta oddiy muhr turibdi. Makkani valisi, bu degani Makkani hokimi degan. Haligi xatni olib borib Makkani valisiga bersam, Makkani valisi haligi xatni ko'rib bir irg'ib tushdi dedi. Bu xatni kim berdi senga? Bu maktubni senga kim berdi? Shu bitta ko'rimsiz inson keldi. Kelishdim narxda, haj qildirib qo'ydim, umra qildirib qo'ydim.
Oxirida shu maktubni berib ketdi. Bu butun xalifaligimizni podshosi Abdulhamidxon ikkinchini muhri-ku bu. Senga kim berdi bu? Ha shu inson. Haligi xatda yozilgan ekan. Men Abdulhamidxon ikkinchi butun islom xalifaligini podshosi Makka valisi palonchiga. Mana shu xatni olib borgan insonga o'ziga ham, bola chaqasiga ham yetadigan bitta Makkadan uy ajrat. Umrini oxirigacha har oy yetadigan maosh Baytul moldan tayin qil. Shu nimaga? Murshidga, ya'ni 50 boshiga. Omad chopib qolgan ekanda haligi nimani. Va izzat, ikrom, hurmatini joyiga qo'yib, bosh oyoq sarpo bergan va bitta uy bergan Makkaning eng yaxshi joyidan va nima qilgan? Umrini oxirigacha bola chaqasiga, o'ziga yetadigan Baytul moldan oylik maosh ajratgan. Va tagida Abdulhamidxonning ikkinchini muhri. Podshoning nimasi? Buyrug'i vojib. Haligi insonga uy ajratilibdi, umrini oxirigacha ishlamasa ham yetadigan har oy maosh berib turibdi. Meni hisobimdan degan. Uzr, Baytul moldan emas. Meni hisobimdan, meni o'zimning hisobimdan shu insonga oylik ajrat. Shunda bu voqea, ya'ni Abdulhamidxon ikkinchini hech kimga aytmay, insonlarga bildirmay kelib haj qilib ketgan ishi, demak hammaga fosh bo'lib, insonlar Abdulhamidxon ikkinchidan so'ragan ekan. Nimaga hech kimga aytmay borib keldingiz hajga? Shunda Abdulhamidxon ikkinchi bir go'zal gapni aytgan. Men Robbimning huzuriga qul bo'lib borishni niyat qildim. Podshoh bo'lib emas, qul bo'lib borishlikni borib niyat qildim. Men shu ma'lumotni o'qiganda inshaalloh guruhimdagi kimlarga, siz ziyoratchilarga inshaalloh aytib beraman bir fursat kelib qolsa. Chunki bunda biz katta ibrat bor. Qarang, podshoh bo'lib turib, bo'lib ham kelib haj qilib ketganini birov bilmadi. Siz bilan men umra qilamizda, umramiz hali qabul bo'lganmi, bo'lmaganmi? Hammaga rasmlar tashlayotibmiz. Mana men falon joydaman, Ka'bani oldidaman. Seni duo qilyapman, falon pul. Yana O'zbekistonga uyga qaytganimizdan keyin butun mahallaga e'lon qilib, umraga borib kelganimizni ko'z-ko'z qilib, butun mahallaga osh beramiz, boshqa qilamiz. Mayli, o'zlaringiz bilasizlar-ku, lekin bitta narsaga ehtiyot bo'linglar. Mana shu qilgan umralaringizga riyo aralashib qolmasin. Qilgan umrangizni Alloh uchun qiling. Birov bilsa ham mayli, bilmasa ham mayli, o'zi aslida qilgan hajlarimizni hajga kelsak, umraga kelsak shu hech kim bilmay qolish kerak edi o'zi aslida. Qo'shnilarimiz ham bilmay qolish kerak edi. Shunaqa maxfiy qilishimiz kerak edi, shu Abdulhamidxon ikkinchiga o'xshab. Qani endi biz ham shuna qilsak. Lekin biz unaqa qilmayapmiz-da. Butun mahallaga osh berib, go'sht berib, non tarqatib, qo'shnilarimizgacha o'sha gilam olib chiqib, yozdirib ko'chalarga hammani qiynab, tuya minib kelayotganlar bor. Reklama qilib, umrasini hammaga bildirib, boshqa qilib, oshkora qildirib. Amallarimizga riyo aralashib qolmasa bo'ldi, Xudo xolasa. Xolis Alloh uchun bu umralarimiz, ziyoratlarimiz, tavof sa'ylarimiz faqat Alloh uchun bo'lsa, eng asosiy maqsad shu. Birov sizni hoji deb chaqirsa ham quvonib ketmang, hoji deb chaqirmasa ham xafa bo'lib ketmang. Qalbda ixlos bo'lsa, uni alomati bormi desa, ulamolar aytadiki, bor alomati. Odamlar maqtasa ham, yomonlasa ham o'sha amal bir xil turaveradi-da. Bir xil odam aytadi, kimdir meni maqtab tursa keyin ish qilaman deydi. Bu noto'g'ri xislat. Kimdir sizni maqtab tursa keyin bir amal qilishingiz bu degani odamlar hadib ham sizni maqtavermaydi-da, yomonlaydi-da. Qalbimizda ixlos qanaqa bo'ladi? Birov sizni maqtasa ham, yomonlasa ham, hoji desa ham, hoji demasa ham, umraga borib kelganingizni bilsa ham, bilmasa ham, sizning amalingiz, ixlosingiz, muhabbatingiz qalbingizda bir xil tursa, demak sizda ixlos bor, ha? O'sha amalingizni faqat Alloh uchun qilasiz. Biz odamlarning nazdida hoji bo'lmasak mayli, lekin Alloh taoloning nazdida hoji bo'lsak, shu bizga nima? Kifoya. Qiyomat kunida hojilarning qatorida tursak bo'ldi. Odamlar bizni sanayotganda hoji aka deb sanab o'tib ketish shart emas. Alloh taolo qiyomat kunida hojilarning qatorida bizni hashr qilsa, bizga eng nima? Maqsadimiz, eng katta oliy niyatimiz mana shu. Hojilar kiradigan jannat eshigidan jannatga kirib olsak bo'ldi. Bizni Ahmadjon hoji deydi. Ahmadjon desa ham o'zi biladi, Ahmadjon hoji desa ham o'zi biladi. Men bu gaplarni nima aytyapman? Hayotda ko'rib turibmiz.
Bitta hoji tog'a bor ekan, nevaralariga to'y qilibdi. Nevaralariga to'y qilsa, o'g'li taklifnomaga o'sha hoji degan joyini qo'shmay yozdirib kelgan ekan. 1000 tami, bir 800 tami chiqarib kelibdi-da. Taklifnoma, to'yga taklifnoma. Haligi hoji dadani nomi to'g'ri yozilib qolibdi. Misol uchun Ahmadjon desa, Ahmadjon tog'a deb yozilib qolibdi-da. Hoji degan so'z qo'shilmabdi. Ahmadjon hoji tog'a deyilish kerak edi. O'g'lini urib so'kib yurib borib taklifnomani boshqatdan yozdirib kelgan ekan. O'sha hoji degan joyini qo'shtirib. Riyo bu, bu riyo bu. Odamlarni nazdida bir hurmat talab bu. O'sha qilgan odamlar mana hoji desin, men Ahmadjon basman endi, men Ahmadjon hojiman endi. Men endi Toshmatjon basman, endi Toshmatjonman men. Nima? Toshmatjon hojiman deb odamlardan talab qilyapti hoji deyishdi. Taklifnomaga ham yozdirtiryapti-da. Xudo saqlasin. Agar biz yurtimizga qaytib, endi meni shuna deb chaqiringlar degan so'z, ya'ni palonchi hoji deb chaqiringlar degan so'z og'zingizdan chiqdimi, qilgan ibodatingiz nimasi ketadi. Savobi ajri ketadi. Beka kelib qiynalib, mehmonxonalardan bunaqa betli nima deydi, mashaqqat chekib, bekor samolyotda qiynalib kelib ketganingiz qoladi xolos. O'shaning uchun amallarimizda riyo qilmaylik, odamlardan hurmat talab qilmaylik. Odamlar bilsa ham mayli, bilmasa ham mayli, shuna deb chaqirsa ham mayli, o'zi bilib chaqirsa bari chaqiraversin. Lekin biz ularni palonchi hoji deb bizni chaqirishlarini talab qilmaylik. Qadamlaringizga hasanot, hoji otalar, hoji onalar, Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Mana Makka Mukarramada bir chiroyli joyda turibmiz, Rozihay masjidining oldida. Bekka qaysidir ma'noda ham ziyorat, ham dam olish uchun keldik bekka biz hozir. Ham ziyorat, ham dam olish uchun. Alloh tanjonlaringizni sog' qilsin, duo qilaylik. Xudoyim hammalaringizni ibodatlaringizni Alloh o'zi qabul aylasin, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Mana shu ulug' dargohlarga ko'p-ko'p kelinglar, ilohim. Shu joydan rizqlaringiz hech qachon uzilmasin. Allohim shu ulug' joylarga, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom tug'ilgan muborak joylarga, Hazrat Ibrohim alayhisalom, Ismoil, Hojar onamiz hijrat qilgan ulug' joylarga hammamizni yaxshi ko'rgan insonlarimiz bilan ko'p-ko'p kelishimizni Alloh nasib aylagin. Mana erta o'tib indinga safarimiz ham qarib, qaytishimiz ham safarimizni oxiri ko'rinib turibdi. Safarlarimizni Allohim o'zi bexatar ayla. Samolyotimiz emin erkinlikda, go'zallik bilan, xotirjamlik bilan, Allohning izni bilan ko'tarilib, chiroyli holatda uchib va sog'lik salomatlikda yurtimizga qo'nsin ilohim. Hammamiz oilamizni bag'riga, farzandlarimizni bag'riga eson-omon yetib olishimizni Alloh o'zi nasibini o'zi aylasin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim.